hurmatli kuzatuvchilar, inshaalloh mana yana bir ijodimiz bitta ko'rib baho berasizlar. O'zlaring holat ko'ringlar, mana tovushi bilan ovoy kamerachi. Xo'sh, tanishtirib yuborgan bo'lsak do'stlar, birinchisiga mo'yka qo'yib berdik. Рабочий zona 80 litrlik qozon qilib berdik. 22 litrlik qozon hamda 60 talik qozon. Har doimgidek 16 talik tandimiz ustida mozaikalar bilan zo'ntikchi chuqurgina zo'ntiklar bilan zo'ntikchi akalarimiz sog' bo'lsin, zo'r yasaveradi. Hamda 1,5 metr 2 metr boshroq рабочий zonamiz. Endi do'stlar bitta tortishlarni ko'rsatib boramiz. Yo'qsa bitta anaqa like. Qani kamerani o'taman. Do'stlar, tortishlari sxemalarga yangilik qilganmiz. Ichkari sxemalar o'tda tortib ketmaydi. Qaynashda ham birdek qaynaydi. Mana qaynashiga bitta ahamiyat berasizlar. Mana hamma tomoni birdek qaynaydi. Haliga bitta tomoni qaynab, bitta tomoni qaynamaydi emas. Endi bunisini tekshiramiz. 22 litrligimiz. Xudo xolasa tortishlari zo'r. O'ta. Bitta burchagi. 60 litrligimizni ko'ramiz. Bunisi ham o'ta ideal. Xo'sh, bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Xudo xolasa inshaalloh keyingi sizniki bo'lishi mumkin. Tapiska bo'lmaganlar albatta tapiska bo'lib qo'yasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umid qilamiz. Xudo xolasa inshaalloh hammaga rahmat.